Assalomu alaykum azizlar. Bugun ko'pgina insonlarni bezovta qilayotgan, hayot sifatiga, ish samaradorligiga salbiy ta'sir etayotgan nevroz kasalliklarini davolash to'g'risida gaplashamiz. Biz o'tgan videoda nevrozlarning turlari, ko'rinishlari to'g'risida gaplashganmiz. Tabiiyki, demak bularning turlari o'ziga xos va davolashda ham o'ziga xos jihatlari bor. Lekin bularni umumlashtiruvchi xususiyati ham borki, shuning uchun ham bular nevrozlar deb atalgan. Bu umumlashtiruvchi xususiyat demak inson ruhiyatiga tashqaridan yoki insonning ichki ziddiyatlari natijasida ruhiy holatga ta'sir etadigan ruhiy jarohat bo'lishi kerak. Bejizga xalqaro kasalliklar tasnifida barcha nevrotik buzilishlar stress bilan bog'liq nevrotik buzilishlar deb ataluvchi alohida bo'limga birlashtirilmagan. Nevrozlar bo'yicha chuqur ilmiy o'rganishlar olib borgan nemis psixiatri Karl Jaspers o'zining xulosalarini yaratgan va ushbu xulosalar bugungi kunda Jaspers uchligi deb ataladi va butun dunyoda demak nevrozlarni diagnostika qilish va davolashda asosiy mezonlar bo'lib hisoblanadi. Demak bularning birinchisi nevroz ruhiy jarohatdan keyin kelib chiqadi deyiladi. Haqiqatan ham demak inson ruhiyatiga ta'sir qilgan bu tashqi yoki ichki ziddiyatlar natijasidagi ruhiy jarohat natijasida nevroz shakllanadi. Ushbu uchlikning ikkinchisi demak nevroz klinikasida, ya'ni belgilarida aynan mana shu ruhiy jarohat aks etishi kerak. Bemor fikrida demak ruhiyatida mana shu ruhiy jarohat aylanishi kerak. Uchinchi belgi, uchinchi mezon demak agar ruhiy jarohatni bartaraf etsang, nevroz ham yo'qoladi. Demak birinchi o'rinda nevrozga tashxis qo'yishda biz insonga ruhiy jarohat ta'sir etganmi degan savol qo'yiladi. Chunki ko'pgina holatlarda bemorlarda bu bosh miya jarohatidan keyingi asoratlarda bosh miyaning surunkali qon aylanishida buzilishi, surunkali bosh miyaning zaharlanishlari, bu ichkilikbozlik, giyohvandlik yoki turli xil endokrin kasalliklar, qandli diabet va boshqa kasalliklarda nevrozga o'xshash belgilar ham kuzatiladi. Ushbu holatda bu nevroz emas, nevrozsimon buzilishlar deb ataladi va bularning o'ziga xos davolash usullari o'zgacha. Shuning uchun ham mutaxassis ko'rigidan o'tib, bu haqiqatda ham nevrozmi degan savolga javob topish kerak. Ya'ni nevroz tashxisi tasdiqlanishi kerak. Tekshiruv natijasida bemorda ruhiy jarohat bor. Demak, nevroz deb taxmin qilishimizga bitta asosimiz bor. Ikkinchi mezon bo'yicha ushbu bemorda mana shu ruhiy jarohat kechinmalari aks etayaptimi? Bemor fikrlarida shu ruhiy jarohat aylanyaptimi? Demak, bu ham bo'lsa, demak ikkinchi asosimiz ham bor. Demak, uchinchi mezon bo'yicha ruhiy jarohatni bartaraf etsang, nevroz ham yo'qoladi. Aynan mana shu uchinchi mezonni amalga oshirish bu nevrozdan qutulishga imkon beradigan holat. Demak, biz sizlar bilan nevrozni davolash prinsiplari to'g'risida gaplashamiz. Nevrozlarni barcha ko'pgina kasalliklar kabi davolashda har tomonlama, ya'ni kompleks yondashuv talab qilinadi. Odatda butun dunyo bo'yicha demak nevrozlarni davolashda davolash standartlarida birinchi o'rinda psixoterapiya, ikkinchi o'rinda psixofarmakoterapiya, ya'ni dorilar bilan davolash va uchinchi o'rinda demak ijtimoiy muhitni yaxshilash. Birinchi yo'nalish to'g'risida gaplashamiz. Shak shubhasiz psixoterapiya bu bemorlarda, demak nevroz bilan og'rigan bemorlarda asosiy davolash usuli hisoblanadi. Psixoterapiya yordamida bemor nima oladi? Birinchi o'rinda o'z qo'rquvlari, xavotirliklarining mohiyatini tushunadi. Ikkinchisi stress manbalarini aniqlaydi, tushunadi. Uchinchisi demak salbiy, negativ fikrlashdan chiqadi. Hamda to'rtinchisi inson o'zini o'zi boshqarishni o'rganadi. Shu o'rinda aytib o'tishim kerak, hech qachon butun dunyoda hech qaysi bir psixoterapiya sizga muayyan bir aniq yechim, shablon bermaydi. Turli xil texnikalar, turli xil yo'nalishlarda o'rgatishi mumkin. Ushbu o'rgangan usul va texnikalarni amaliyotga tatbiq etish kerak. Qolaversa, psixoterapiya bu bemordan katta mehnat, sabr, toqat va kuchli irodani talab qiladi. Psixoterapiya bemorga muayyan texnikani o'rgatishi, qaysidir yo'nalishda berishi mumkin. Ushbu yo'nalish va texnikalarni amaliyotga tatbiq etish, kundalik hayotga qo'llash bu bemor tomonidan amalga oshirish kerak. Aks holda
o'tkazilgan psixoterapiyadan hech qanday samara bo'lmasligi mumkin. Shuni ham ta'kidlashim kerakki, psixoterapiya bu ikkita insonning oddiygina suhbati emas, bu aniq bir ilmiy jihatdan isbotlangan texnikalar, usullar hisoblanadi. Albatta, nevrozning turli xil turlariga qarab psixoterapiyaning muayyan usullari qo'llaniladi. Odatda, demak, eng keng tarqalgan nevrozlarda bu bugungi kunda ilmiy jihatdan isbotlangan kognitiv xulq-atvor psixoterapiyasi. Bundan tashqari, muayyan nevrozlarda bemorni tinchlantirishga yo'naltirilgan holatda gipnoterapiya, ya'ni gipnoz bilan davolash yoki suggestiv psixoterapiya, muayyan holatlarda ratsional psixoterapiya va ayrim bir demak nevroz turlarida gestalt psixoterapiya ham qo'llanilishi mumkin. Endi nevrozlarni davolashdagi ikkinchi yo'nalish, ya'ni psixofarmakoterapiya, ya'ni dorilar bilan davolash to'g'risida to'xtalib o'tmoqchiman. Shu o'rinda ko'pgina bemorlar o'rtasida bir bahsli, munozarali bir vaziyatga urg'u bermoqchiman. Aksariyat insonlar, nevroz bilan og'rigan bemorlar dori ichishga nisbatan o'zlarining demak salbiy fikrlarini bildirib, doriga o'rganib qolasan, dori ichma, dori seni haram qilib qo'yadi kabi turli xil bir fikrlar aylanadi. Psixoterapiya asosiy davolash usuli ekanligini tan olgan holatda davolash jarayoniga dorilarni qo'shishga nisbatan keskin qarash va qarshilik qilish noto'g'ri deb hisoblayman, chunki bu meni shaxsiy fikrim emas, butun dunyoda nevrozlarni davolashda xalqaro standartlar bor. Jumladan O'zbekistonda ham Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan tasdiqlangan klinik protokollar, davolash standartlarida demak psixoterapiya va medikamentoz, ya'ni dorilar bilan davolash ushbu standartlarga kiritilgan. Faqat dorilar bilan davolash nevrozni 100% davolay olmaydi. Bu aniq. Lekin muayyan muddat buyurilgan dorilar insonni xotirjam bo'lishiga, shu miyasidagi qo'shtirnoq ichida loyqalangan fikrlarni tinishiga, psixoterapiya o'tkazish uchun zamin yaratilishiga, ya'ni psixoterapiya uchun eshik ochadi deb aytsak ham to'g'riroq bo'ladi. Nevrozlarni davolashda odatda anksiolitik dori vositalar, antidepressantlar hamda nootrop dori vositalari qo'llaniladi. Ustiga ustak psixoterapiya bu birgina 1 soatlik suhbat emas, bu o'nlab marta o'tkaziladigan turli xil demak psixoterapevtik sessiyalardan iborat. Va o'z-o'zidan tabiiyki bunga bir necha oy vaqt ketadi. Bemor esa bugungi kunda ayni vaqtda xotirjam bo'lishni, ayni vaqtda o'zini yengilroq his qilishni xohlaydi. Dorilar bilan muayyan muddat davolash bu go'yoki tasavvur qiling, yong'in bo'layotgan joyga o'sha pasharnilar, o't o'chiruvchilar hech qanday bir vositalarsiz kirib ketmaydi. Maxsus o'ziga yarasha demak himoya vositalari bor, shular orqali kirib jabrlanganlarga yordam berishadi. Bu ham xuddi shu muayyan muddat psixoterapiyani odam anglashi, tushunishi va psixoterapevtik texnikalarni amaliyotga qo'llashga imkon berish uchun muayyan muddat demak bemorni xotirjam qilib, xavotirlikdan demak saqlaydi. Demak, uchinchi tamoyil bu bemorda demak ijtimoiy muhitni yaxshilash deb aytdik davolash yo'nalishida. Aynan mana shu ijtimoiy muhitni yaxshilash bu biz aytib o'tgan ana o'sha uchinchi mezon, ya'ni stress, ruhiy jarohatni bartaraf etsang, nevroz yo'qoladi degan mezon aynan mana shu tamoyilga ko'proq to'g'ri keladi. Chunki ko'pgina holatlarda ruhiy jarohatning bartaraf etmasdan davolash hech qanday samara bermasligi mumkin. Ijtimoiy muhitni yaxshilash deganda demak inson birinchi o'rinda o'zini turmush tarzini o'zgartirish masalasi turadi. Ya'ni bu yerda demak sog'lom turmush tarzi, jismoniy faollik, to'g'ri ovqatlanish, yetarlicha dam olish, ijobiy demak muloqotlar orqali inson demak o'zining ruhiy holatini yaxshilashga harakat qiladi. Bu birinchi o'rinda bemorni o'ziga bog'liq bo'lgan xususiyatlar. Aynan mana shu omillar demak bemorni asab ruhiy tizimini tezroq tiklanishiga imkon yaratadi. Bundan tashqari ijtimoiy muhitni yaxshilash o'z ichiga mikrosotsial
muhitda, ya'ni ishda, oilada o'zaro munosabatlarni yaxshilash, bundan tashqari ish sharoitini, ish rejimiga rioya qilish, yetarlicha o'z vaqtida uxlash va faol ijtimoiy munosabatlarni amalga oshirish orqali amalga oshiriladi. Aynan ijtimoiy muhitni yaxshilash nevroz kasalliklarida ruhiy jarohatni bartaraf etishda, uning dolzarbligini pasaytirishga imkon beradi. Lekin doim ham ruhiy jarohatni bartaraf etishning imkoni yo'q, chunki odatda aksariyat holatlarda ruhiy jarohat bu o'zgalar tomonidan yetkaziladi va albatta o'zga insonga ta'sir etishning iloji yo'q. Shuning uchun ham odatda nevrozlar boshqa ruhiy buzilishlardan farq qilib davolash sezilarli darajada murakkab. Chunki boshqa aytaylik ruhiy buzilishlar, bu shizofreniya, demensiya, aqliy zaiflik kabi kasalliklarda odatda biologik davo ustunlik qilib, dori vositalarini buyurish yordamida bemorda sezilarli darajada yaxshilanishga erishish mumkin. Lekin nevrozlarda nafaqat psixoterapiya, nafaqat dori vositalari, balki ijtimoiy muhitni yaxshilash ham juda katta ahamiyatga ega. Nevrozlarni davolashda yana bitta muhim omil shuki, yaqinlarning qo'llab-quvvatlashi. Aksariyat holatlarda bemorlar turli xil somatik shikoyatlar, ya'ni yurak o'ynab ketishi, havo yetishmasligi, bosh og'rig'i va boshqa tanadagi shikoyatlar orqali mutaxassislar tekshiruvdan o'tgandan keyin ularda hech qanday bir somatik kasallik aniqlanmagandan keyin sog'lom degan xulosaga kelinadi va uydagilar ham mutaxassislar fikri asosida bemorga yetarlicha e'tibor berishmaydi. Mana shu bemor holatini to'g'ri tushunish, unga oson emasligini tushunish bu juda katta ahamiyatga ega. Aksariyat holatlarda bemor yaqinlari, oila a'zolari va do'stlari tomonidan bemorda mavjud shikoyatlarni eshitib, parvo qilma, esingdan chiqar, unut, orqangga tashla, e'tibor berma kabi turli xil bir iboralar bilan uni holatiga yetarlicha e'tibor berilmaydi. Ushbu holatda bemor yana o'z yog'ida o'zi qovurilib, yashashda davom etadi. Aksariyat holatlarda bemorlarda nevroz bir necha yillab davom etadi. Ko'p holatlarda nevrozni davolashda imkoni yo'q degan bir tushunchaga ham kelib qolinadi. Bu holatda aytib o'tgan ushbu prinsiplarga rioya etish o'ta muhim, chunki nafaqat dorini o'zi bilan, balki psixoterapiya amaliyotlarini ham qo'llash nevrozdan davolashning kafolatidir. Bundan tashqari ijtimoiy muhitni ham yaxshilash, ushbu ijtimoiy muhitni yaxshilash orqali bemor stressga chidamliligini oshiradi va kelgusidagi turli xil insonga ta'sir etuvchi stressli vaziyatlar yana bemorda nevroz kasalligini qo'zg'alishiga, takrorlanishiga imkon bermaydi. Yuqorida aytib o'tilganlar bu nevrozlarni barchasi uchun asosiy davolash tamoyillari hisoblanadi. Kanalimizni kuzatib boring. Biz keyingi chiqishlarimizda har bir nevroz turlari va ularni aniq davolash texnikalari bilan batafsil tanishtiramiz.